Şundaqla hem qattiq qo'l bo'ldi ayaga, qattiq qo'l bo'la oladigan. Yumshoq qo'l bo'ldi ayaga, yumshoq qo'l bo'la oladigan. Odamgarchilik va insonparvarlikda davlat axloqiga aylantirgan Amerika Uyg'urlar to'g'risida bir kun gap qiladi. Bir kun so'z qiladi deb so'zlab keldik, o'ylab keldik, tasavvur qilib keldik, do'stlar aro bir-birimizga yetkazib keldik, muhokama munozirlarda bo'ldik. Vatandoshlar, oxiri shu kunlar yetib keldi. Men o'tgan sizlarga xulosalab shundoq dedim. 1956-yil Vengriyada Emir Nagy, bugun 2016-2019-yil mushu kunlarda Dharamsalada Dalai Lama mushu orliqda bo'lib o'tgan barliq demokratik harakatlar, kishilik huquq harakatlari g'alabaga erishib keldiki, men o'ylaymanki mag'lub bo'lgani yo'q. Mag'lub bo'lgani yo'q. Eng oxirgi hisobda Kosovo ham Yevropaning janubida bir musulmon davlat sifatida o'tirg'i chiqdi. 2008-yil 2-oyning 14-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati birinchi bo'lib Kosovoning davlat qurolligini e'lon qildi. Dunyo shunda o'zgarib keldi. Endi hozir deylikki, Amerika qachon so'zlaydi? Amerika qachon Xitoyning oldida Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqadi? Uyg'ur masalasi qachon Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bir masalaga, diplomatik masalaga, suhbatlashish masalasiga, maslahatlashish masalasiga va yoki kelganda besim ishiltish, Amerika besim ishiltadigan masalaga qachon aylandi? Shuni taqozolik bilan yashab keldi. Shaxsan men shunday yashayman, hurmatli vatandoshlar. Şuna men tülgün sözlep ötüp, muşu abzasla, belki Xitay özü itiraf kılavatkan dubi torbiti, Xitay'nın merkezi hükümetinin organ torbiti, özü itiraf kılavatkan muşu cümleni köygende, men hayajana düştüm dedim vatandaş. Siz kandak oylaysınız, kandak tasavvur kılısınız, ben bunu bilmeyim. Lakin ben siz hazır üzemden hissiyatını üzemden tasavvurduk, fikirlerini etkizip oturmam vatandaş. Ben sizi yana bir katım okuyup anlap durun hürmetlik vatandaş. Bundan buran Amerika, Jungo, iki devlet soda uğraşının sırtıda yana bir meydan, uğraş meydanı. Mesela Şangan meselesi, Şincan meselesi, Katarlık meselelerde Kılıçla gılabıdan soğurulgan, okyala kirişten tartılgan, kıl üstü turgan ciddi vaziyet payda bol. O üçüncü günü Brusel'da NATO'nun kurulganlığının 70 yıllıkını hatırlaşığını da ben dedim sizge vatandaş. Uygur meselesi gılpal, bir Uygur tor betide, Uygur tor teşviqatıda ilan kılındı oturup koyulup tut. Möcize dedim vatandaş. Bu bir möcize. Bu demek çapçak emas. Bugünkü Uygur meselesi, bugünkü Şangan meselesi, dünya üçün, Garp dünyası üçün, Amerika Qo'shma Shtatlari üçün çaq kılıvatkan mesele emas. Jungo'da kapandı. Elbette sizden huşunuzun baykelligini beş kaldak bilimiz. Çaq kılıvatkan mesele emas dedim tünüge. Bugün bana bu abzas bilen vatandaşlarga toluqlab yetkazdim ki Amerika Jungo iki devlet sodu uğraşının sırtıda yana bir meydan uğraş meydanı da mesela Şangan meselesi, Şincan meselesi, Katarlı meselelerde kılıçla gılabıdan soğuruldu. Kirişleyek ok yağlak kirişten tartıldı. Kıl üstüde turgan vaziyet titrat. Devamını anlayışlatırlar. Amerika'nın sonu vekili Leitzer mındak dedi. Söhbet nayt zor ilgirleşki erişti. İki devlet münasebetine zor sahalarda yaxşılınışı barlıq geldi. Lekin Leitzer agahlandırıp mındak dedi.
nihayet zor, murakkab ishlar teha hal bo'lmadi. Ko'pchilik men qarg'alachi umidvor bo'la olmayman. Kelishimga xiloflik ko'rilmagan har qanday chog'da maslahatlashish sistemasi orqali kelishimni majburiy ijro qilishga har ikki taraf qo'shildi. Demak, kelishim tuzdik. İxtiyari kelishim tuzgandan keyin buni ijro qilish ixtiyori. Agar siz ixtiyori ijro qilmasangiz, o vaqt majburlash tusini olasiz. Majburlash bilan ijro qilasiz. Men tunigizlikchi ham nim dedim? Funksiya. Nazorat qilish funksiyasi orqali majburiy ijro qilasiz. Mushu masalaga har ikki taraf, Jungo Amerika har ikki taraf qo'shildi. Agar talash tartishni shu yo'llar orqali hal qilg'ili bo'lmasa, jazolash xarakterli tadbirlar, masalan, tamojni beji va boshqa savdo cheklash tadbirlarini qayta yo'l qo'yishga bo'ladi. Pistirma. Marhamat, kelishim tuzdik, ijro qilasiz. Ijro qilmasangiz, besim ishlatamiz. Yana tamojni bejini qo'ya olamiz, yana boshqa tadbirlarni yo'lga qo'ya olamiz. Bu qatimki suhbat, bu qatimki Amerika Jungo kelishimi savdo suhbat. Ko'pchilik bugun Amerika taraf Jungo g'arb dunyosi mang'an va mang'adigan yo'llarda mang'adu deydigan ham xiyollarni allaqachon cho'rib tashlab etdi. Bugun Amerika taraf Jungo g'arb dunyosi mang'an va mang'adigan yo'llarda mang'adu deydigan ham xiyollarni allaqachon cho'rib tashlab etdi. Jungo tarafdan aytganda Amerika Jungoning taraqqiyot iddia g'oyalarini tan oladi deb ham xiyol qiladi. Jungo bosh ko'targandimi? Tinch yo'l bilan bosh ko'targandimi? Zo'magarlik talashmaydi. Va dunyoga hukmronlik qilish o'rnidami talashmaydi. Chunki Tinch okean bo'yicha keng tursa, Amerika bilan Jungoni sig'dira oladigan tursa, Jungo zo'magarlik talashmaydi. Mushu rasmi? Men yüzden paktola, yüzden boşa dünyada gözüm boşa gözüm paktola. Jungo'da kapan 2014 yılı 5. ayının 20. günü Beijing'de 40 devlet kattı mı? Kattı mıydı? Kattı yığılış, kattı toplam. Kara, Jungo'nun başlığı 40 devletten başlığı aldığında tutsaldıydı. Kara mı? Vah. Ne mi dediniz Jungo'da kapandı? Doğru yüzümüzden ağzından çıktığı Jungo'da kapandı. Biz Amerika koşmuş Ştatlar'da Asya'da kollam çıkarımız dediniz. Kayısınız. Bir yerde hazır Amerika bilen Jungo'da Tinç okyanına sığdıra alaydı. Jungo zo'magarlik talaşmaydı. Kayısınız. Muşunda dediniz. Yüzümüz dediniz, meyyadi bunu depsiz. Endilikçi yok, ahırkı cümlede. Lekin Jungo hazır tünügün. Şundak degen sözlerini hem tünügün. Allah kaçan çevirip taşlip etti. Demek bir yerde yalanaç ottarığı çıktı degen. Mutahemlik bilen ottarığı çıktı degen. Kanda kılırsan Amerika? Ben senin ornunga ütümün. Ben senin kolundaki kamçını alımın. Ben dünyanın hükmüranı bulumun. Bir yerde bir şuar, mavzunda cefan tverli. Bütün insaniyetini azat kılın. Kızığı şu bolgan idi ki, bütün insaniyeti azat kıladigan mavzudun ahırki hesapta yüzünü azat kılalmay. 4 kişilik grafdan cedeli macrası içinde öldü. Ben bundak oylayman, takdir ilah bundak oylaydı. Bugün hazır mavzunun şuarı,
İnsaniyetni azat qilish. Bugungi Jungo rahbarlarining şuarı insoniyatning o'rtak taqdiri. Bir yo'l bir belbaq. Başka gaplar. Endi hozir biz Amerikadan o'rin talashmaymiz, zo'magarlik talashmaymiz deganlarni Jungoluk çevirib etdi. Chunki Jungo tinch yo'l bilan taraqqiy qilib, tinch yo'l bilan bosh ko'tarishi kerak. Shundami? Nima buning ma'nosi Do've apandi tushuntirib qo'yuvchi? Tinch yo'l bilan taraqqiy qilish, tinch yo'l bilan bosh ko'tarish. Bugün bir millet 21 milyon nüfus var. Bir vatanın ilgisini. Uygur degan milleti şu halga keltirdiniz. Siz aytayotgan tinchlik qanday tinchlik var? Sizin tinch yo'l bilan bosh ko'tarishiniz o qanday bosh ko'tarish va Jungoluk apandi. Lekin taraqqiy qilib Amerikadan alqib o'tib ketgan hamon bu hargizmo tinch yo'l bilan alqib ketish bo'lib hisoblanmaydi. Albatta bu yo'l o'tib ketish bu ikkinchi gap. Siz Amerikadan o'tib ketmadingiz. Agar bu raqobat bilan raqobatlashish jarayoni o'tib iqtisod va boshqa jihat harbiy ishlarda o'tib bilan o'tib ketish bo'lsa bu tabiiy o'tib ketish bo'ladi. Siz taqa bu bosqichga bu davrga kirib kelmadingiz Jungoluk. Bu tasavvuringizdagi fikr. Amerikaning o'rniga mangu o'tolmaysiz Jungoluk apand. Lekin tasavvuringizdagi fikr. Shunga nima deysiz bu yerda Amerikadan o'tib ketishga